Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun algoritm darslaridan o'tib, boshlang'ich endi dasturlash poydevoriga kiryapmiz. Bu ham algoritm darslariga kiradi, faqat bo'limlar dasturlash poydevoridan boshlaymiz. Bugungi mavzu 10-darsimiz. Demak, o'zgaruvchi nima? Darslarni juda sodda qilib tushuntirishda davom etaman. O'zgaruvchi bu ma'lumotni saqlab turadigan quti. Tushunarli? O'zgaruvchi bu ma'lumotni saqlab turadigan quti. Birinchi, demak, mana to'rtburchakni quti deymiz. Tushunarli? Endi qutiga nom beramiz. Qutining nomini yosh deb olamiz. Tushunarli? Demak, quti turibdi. Tasavvur qilasiz, uyda qog'oz yopishtirib qo'yibdi, yosh deb. Tushunarli? Endi demak, yosh degan quti oldik. Tushunarli? Keyingi qadam, demak, qutining ichiga 20 sonini soldik. 20 sonini solib qo'ydik. Tushunarli? Demak, buni ichiga eslab turadi. 20 sonini saqlab turadi yoki eslab turadi. Tushunarli? Yosh nomli quti 20 sonini eslab turadi. Endi mana shuni qiymat deyiladi. Tushunarli? Qiymat. Keyingisi, demak, qiymatni o'qish uchun nomini yozamiz. Tushunarli? Python qutiga qarab uning ichini ko'rsatadi. Mana bu yerda yozamiz. Demak, bizda yosh nomli quti bor. Mana yozdik. Endi ichida nechi bor? 20. Tushunarli? Keyin ekranga hamma ko'rishi uchun biz qutining ichini hamma ko'rishi kerak. Uning uchun biz print buyrug'idan foydalanamiz. Tushunarli? Endi qutining ichidagi narsani ko'rish uchun yosh nomli qutini yozamiz. Printda qavs ichida. Tushunarli? Hozircha bunga chuqur kirmaymiz. Tushunarli mana. Endi buni ko'ramiz natijasini. Natijasi demak bizga 20. Demak, qutining ichida 20 soni bor edi. Uni biz ekranga hamma ko'rishi uchun print bilan ekranga chiqardik. Tushunarli? Endi keyingi bosqichga o'tsak, demak, endi qutining ichini sonini 21 ga o'zgartirdik. Boya 20 edi, endi 21 turibdi qutining ichida. Tushunarli? Yosh nomli qutimizning ichida 21 sonini soldik. Tushunarli? Endi buni 21 qilamiz va natijasini ko'ramiz. Demak, natija bizda 21 bo'ldi. Tushunarli? Endi oxirgisi, demak, bunda qutiga har xil bizda 3 ta quti bor. Birinchisi yosh. Demak, bu qutida faqat sonlardan iborat qiymatlar bor. Hisob qo'yibmiz. Bunda faqat ismlar, shunaqa matnli ma'lumotlar. Tushunarli? Masalan, ism Ali turibdi qutining ichida. Bunda ball, masalan, talabalarning balli qutining ichiga solib qo'yibmiz, talabalarning ballini. Tushunarli? Endi buni hamma ko'rishi kerak ekranga. Uning uchun biz nima qilamiz? Enterni bosamiz. Ism degan, demak, quti. O'zgaruvchi. Tushunarli? Qutini bitta nomi o'zgaruvchi ekan. Ism degan o'zgaruvchiga, demak, qo'shtirnoq ichida Ali. Tushunarli? Ismlar demak qo'shtirnoq ichida yozilar ekan, qutining ichida. Endi talabalarning balli teng, demak, son bo'lsa 95. Tushunarli? Endi biz natijani ko'rsak, bizga faqat 21 chiqdi. Nega? Chunki biz hamma ko'rishi uchun yana print qavsning ichiga ism yozamiz. Tushunarli? Keyin yana print ball yozamiz. Hammasini ko'rish kerak ekranga. Tushunarli? Mana 21 Ali 95, demak, qutining ichidagi narsalarni hamma ko'rdi endi. Tushunarli? Masalan, biz bu yerda ham sinab ko'rishimiz mumkin. Masalan, qutining nomi sovg'a bo'lsin. Ichida nima bor? Demak, 100 ming so'm bor. Tushunarli? Yaratishni bossak, demak, sovg'a qutining ichida 100 ming so'm pul bor. Tushunarli? Buning uchun buni ham, demak, sovg'a. Sovg'aning ichida nima bor? 100 ming so'm pul bor. Tushunarli? Uni hamma ko'rishi uchun nima qilamiz? Print. Demak, sovg'a. Bo'ldi. Ekranga chiqaramiz. Demak, bizga hamma ma'lumotlar, qutilarning ichidagi hamma ma'lumotlar chiqdi. Tushunarli? Bitta eslatma kiritib ketaman. Demak, biz qutilar olsak, o'zimiz uyda qutilar bor. Bitta qutida aralashib ketmasligi uchun qutilarni nomladiga yosh, ism, ball deb. Masalan, siz ballning ichiga ismni solmaysiz, to'g'rimi? Yoki ismning ichiga ballni solsangiz aralashib ketadi. Demak, hamma qutining ichiga o'zini qiymati turadi. Tushunarli? Shuning uchun mana shu nomni ham to'g'ri yozish muhim ahamiyatga ega. Tushunarli?
istalgancha demak o'zgaruvchi qilishimiz mumkin. Tushunarli? Demak, hozircha darsimiz shu. Barchaga rahmat. Salomat bo'ling. Tushunmasangiz izohlarda yozishingiz mumkin savollarni.